Toshkent gumanitar fanlar universitetining qadrli talabalari, aziz ustozlar. Bizning kutubxonamizga arab tili filologiyasi yo'nalishidagi talabalar uchun grant ta'limning arab adabiy tili kitoblar to'plamlari keltirildi. A1 darajadan boshlab to B2 darajagacha bo'lgan silsilaviy kitoblar majmuasi universitetimiz kutubxonasiga keltirildi. Bilasizki, grammatik matnlar, grammatik topshiriqlar, undan tashqari matnlar yuzasidan savol va topshiriqlar, grammatik mavzular yuzasidagi berilgan mashqlarni bilan tanishishingiz mumkin. Bu kitobni biz bilamiz, arab filologiyasi talabalari o'z darslarida faol foydalanishadi. Undan tashqari, kutubxonamizga eng mashhur kitoblardan, eng yangi arab tili ixlosmandlari uchun eng orzu kitoblardan biri bu Al-Qomus ensiklopedik lug'atining ham barcha tomlari keltirildi. Bilamizki, buni ustozimiz Ne'matulla Ibrohimov tomonidan va ularning jamoalari tomonidan ishlab chiqildi. Bu kitobni ham 4 ta tomlari universitetimiz kutubxonasiga keltirildi. Bemalol kelib foydalanishingiz mumkin.